Hammani uydan topiladigan mahsulotlardan tayyorlanadigan shirinlikni xosligiga o'rgatib qo'yaman. Hech qanaqa sariyog' va margarinsiz tayyorlanadigan shirinlik haqida bilarmidingiz? Bu aynan o'sha shirinlik. Oyim aytishlari bo'yicha bu yoshliklardagi yoqtirib yeydigan shirinliklardan bittasi bo'lgan ekan. Bu shirinlik kam masalliqligi bilan, kam xarjligi bilan va eng muhimi 1 soat ichida bu shirinlikni bemalol tayyorlab dasturxonga qo'ya olasiz. Eng muhimi bu shirinlik dasturxoningizni ham ochib beradi. Ko'rinishlari juda ham chiroyli chiqadi. Videoni e'tibor bilan kuzatsanglar, o'rganib olasizlar. Bundan tashqari to'liq retseptini kommentariyada qoldiraman. Agar menga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki meni profilimda sizga manfaatli bo'lgan va eng asosiysi on-songina 100% o'xshab chiqadigan shirinlik retseptlarini topsangiz bo'ladi. Hattoki bu shirinligimizning xamiriga tuxum ham qo'shilmaydi. Ustilari qizarib chiroyli chiqishini xohlasanglar, ozgina tuxum sursanglar bo'ladi. Shirinligimizni 180 gradus qizib turgan duxovkaga 20 minutga jo'natamiz. Yoqimli ishtaha!